Hasad qilyapti demaylar, ammo o'zi o'rganib ham qoldim. Mana shu quyosh chiqqan kun borki, ertalab turib Instagramga kiraman, aziz eslat gif qilayotgan bo'ladi. Akani o'zi ham videosini 2 marta ko'rmaydi, ammo menga 874 tasi jo'natadi. Ronaldo jo'natmayapti xolos. 20 ta Cobalt deyaveradi. Men shu paytgacha akalarim bergan PayPal hisoblamasam 19 ta PayPal olgan ekanman. 20 ta aka zdachiga olyaptim Cobalt bilan. Bu kechda bitta ham viloyatniki bormasanglar gifga deb turibman. Endi undan o'tib qutulib turib bitta o'tsangiz, odamlarga bo'ldim ishmish, men yana uylanar ekanmanmish deb chiqib qoladi. Har hafta uylanyaptim aka. Har hafta uylansa ko'rsatish shart emas. Uni men bo'yda oladi, shuncha qarg'ishini ko'tarib yurish ham bor-da, to'g'risi. Bo'pti deb turib yana bitta 400 jigar. Ulug'bek yana yangi mashina olyapti ekan. Eskisini sotyapti. Eskisini olganiga 1,5 soat oldi, to'g'risida. Bundan ham baquvvatrog'ini ko'rib, undan baquvvat qanday bo'ladi? Eskisini Yandexga rasmini taslasam, sotuv 2028 chiqadi deyapti. Siz uje sotyapsiz aka. Bundan ham yaxta minib yuraman endi ko'chada tushunishim bo'yicha bu.